Reuters agentligining 21-sentabrdagi xabarda Shvetsiya olam qatnash shirkati Xitoy bilan tuzgan to'xtam muddati to'shqandan keyin Xitoyning G'arbiy Avstraliyadagi strategik olam kuzatish punktidan foydalanmaydiganligini bayon qildi. Bu qaror Xitoyning olam bo'shlig'ini tekshirish va Tinch okeandagi yiroqdan kontrol qilish telegraf iqtidoriga ta'sir ko'rsatgan. Shvetsiya olam qatnash shirkati 2011-yildan boshlab Xitoy bilan to'xtam imzolagandan buyon jo'grafiyalik siyosiy vaziyatning o'zgarib, Xitoy bozoriga baho berishning qiyinlashganligini bayon qilgan. Bu to'xtam havo rayi va yer sharini tekshirish sun'iy amrohini o'z ichiga oladi ekan. Mazkur shirkat to'xtamga munosabatli tafsilotlarni yoki qanchalik sun'iy amrohning mashg'ulot qilishga yordam berdiganligini, to'xtamning qachon to'shadiganligini oshkorlamagan. Bu kuzatish punktining yanidagi yana bir sun'iy amroh punkti asosligi Amerika va Amerika Avasiya olam qatnash idorasi qatorliq Amerika organlari tomonidan ishlatilgan. Quruqlik punkti olam programmasining muhim bir qismi bo'lib, olam kemasi bilan aloqa bog'laydi. Har bir sun'iy amroh quruqlik punkti o'xshamagan iqtidorlarga ega yerlik va harbiy yer shari yo'l boshlash sun'iy amroh sistemasini moslashtirib ishlatilgan sun'iy amroh ekan.